Özleri Qutatqu bilik dastanının hazırkı zaman Uyghur tilideki yaşmasını işleşip katnaşkan. Bu dastan qandaq eser, məzmun cəhətinin qaysı temalarını öz içigə alıdı? Muşlan sözləb bəslər. Qutatqu bilik bir qancha fanlarni, masalan, qonun, astronomiya, axloq, militsiya, tabobatchilik, harbiy savat, boshning o'xshash diplomatiya qatorliq nurg'un konkret fanlarni ichiga olgan zo'r hajmli ilmiy asar. Shuning bilan birga 13290 misradan tarkib topgan, ya'ni butunlay Aruzvelning mutaqarrib shaklda yozilgan, ikkilik masnaviy bilan yozilgan cho'ng adabiy daston. Mushu ma'noda aytganda Qutatqulik ham ilmiy asar, ham zo'r adabiy asar. U bizning 11-asrdagi Uyg'ur adabiyotilining nihoyatda namunalik ulgusi. Shuning bilan birga Uyg'ur she'riyatining eng tipik misolidan iborat. Uyg'urlar uzoq tarixga, mo'l madaniyatga va qimmatli madaniy miroslarga ega qadimiy bir millat. Uyg'ur xalqimi boshqa millatlarga o'xshashla turli tarixiy davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarda muhim rol o'ynagan. Ana shundoq to'kpalarning biri Uyg'ur xalqining 11-asrda yashagan buyuk mutafakkiri va donishmand shoiri Yusufxon Hojibning o'lmas asri Qutatqu bilik dastonidir. Bu daston Uyg'urlarning islomiyat qabulidan keyingi yozma adabiyotidan hozircha zamonimizga yetib kelgan tunji badiiy asar. 11-asr Uyg'ur adabiy tilining eng yaxshi namunasi ham Qaraxoniylar davri ijtimoiy hayoti bilan ijtimoiy ideologiyasining ro'shan inkosi va isbotidir. Bu daston butun Uyg'ur adabiyoti tarixidagi parlaq namoyanda bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo madaniyati tarixidami zo'r qimmatga ega. Bu daston Qashqarda yozilgan bo'lib, muallifning deyishicha Hijriyaning 462-yili 18 oyda tamomlangan. Shuningga qaraganda dastonning yozilgan vaqti milodiy 1069-yildan 1070-yillarga to'g'ri keladi. Muallifning o'zi bala sog'inda tug'ilib, ijtimoiy faoliyatini Qashqarda o'tkazgan. Tekküzde bana qo'lin 50 yeshim, qo'g'u qildi qo'zg'on tusidek beshim. Bu misralardan muallifning bu dastonini yozayotgan chog'larida 50 yoshlardan oshqanligi, dastonni yozib bo'lgan vaqti bilan silishtirib qaraganda taxminan milodiy 1018 yoki 1019-yili tug'ilganligi ma'lum bo'ladi. Daston yozilib bo'lgach, muallif uni Qaraxoniylar hukmdori Tavg'ach Bug'ra Qaraxon Abu Eli Hasanga taqdim qilgan. Hasan Bug'ra xon muallifga xos hojibliq unvonini bergan. Dastonning asli qo'lyozmasi texi tepilig'ini yo'q. Hozir ilm dunyosiga ma'lum bo'lgani o'z zamonasidan xili keyin ko'chirilgan Vena, Qohira, Farg'ona yoki Namangan nusxalardan iborat. Vena nusxasi milodiy 1439-yili Hirot shahrida Hasan Qarasoyil Shams degan kishi tarafidan qadimgi Uyg'ur yoziqida ko'chirilib, milodiy 1474-yili Istanbulga keltirilgan va keyin Avstriyalik sharqshunos Amir Porkishtal bu nusxani Vena ordu kutubxonasiga keltirgan. Bu hozirmi shu kutubxonada saqlanmoqda. Qohira nusxasi arab harfi asos qilingan Uyg'ur yoziqida ko'chirilgan bo'lib, Qohiradagi Hidiv hozirgi Qoral kutubxonasida saqlanmoqda. Farg'ona nusxasi arab harfi asos qilingan Uyg'ur yoziqida ko'chirilgan va hamidan to'liq nusxa bo'lib, bu nusxani tunji qitim Tatar olimi Zaki Validi 1914-yili
Farg'onaning Namangan shahridagi Muhammad Hoji Eshon Lolarish degan kishining shaxsiy kutubxonasida ko'rgan va bu haqda xabar e'lon qilgan. Qutatxo'bilik Uyg'ur tilida yozilgan hajm jihatdan cho'ng, janr va uslub jihatdan o'z davri uchun tamoman yangi bir badiiy asar bo'lish bilan billa, shu zamon Uyg'ur adabiy tilining mujassam qomusidir. Mashhur Sovet olimi C.E. Maluf Qutatxo'bilik Uyg'urlarning yozilgan yili ma'lum bo'lgan eng qadimgi islom didaktik mazmunidagi yodgorlikdir. Uning arab ilifbasi bilan yozilgan nusxalari 11-asrdagi Uyg'ur tilining tavushlarini bir qadar ro'shan aks ettirdi deydi. Qutatxo'bilik muhabbat dostoni yoki qahramonlik dostoni emas. Shundaqla ba'zilarning aytganidek nuqul pand nasihat yoki didaktika kitobi emas. Bu ayni zamon ijtimoiy hayoti bilan zich bog'langan, o'z davriga nisbatan realligi intoyin kuchli bo'lgan adabiy asardir. Qutatxo'bilikdagi nurg'un tasvirlarda realizm nuri chaqnab turadi. Muallif o'z davridagi ijtimoiy turmushni quruq pand nasihatga tayinib emas, balki badiiy usul bilan personajlar obrazini yaratib, konkret voqea epizodlari orqali aks ettiradi. Asosiy voqeaning qisqacha bayoni mundaq. Bir zamonlarda Kun Tog'di nomli bir hukmdor keng bir mamlakatni odil qonun bilan idora qilib, uning donqi jahonga yeyiladi. Oy to'ldi nomli yosh, oqil va bilimlik bir kishi Kun Tog'di elik, ya'ni hukmdorning bu farzilatiga maftun bo'lib, uningga xos xizmat bilan yordam berish uchun Iroq yerdan safar qilib keladi. Bir zaman musafirchilikda yurib, Kusamish nomli bir do'sti orqali Kun Tog'di elikning hojibi bilan ko'rishdi. Hojib uni Kun Tog'diga uchrashtirdi. Bir qancha qitimliq suhbat va munozaralar jarayonida Kun Tog'di elik Oyto'ldining aqli farosat, bilim va axloq fazilatiga qoyil bo'lib, uni vazirlikka taklif qiladi. Oyto'ldining odil qonunini amalga oshirish yo'lida zo'r ijtihod bilan ishlashi orqasida mamlakat texmo gullanib, xalq tinch, farovon yashashga boshlab, bo'ri bilan qo'zi birga yashaydigan vaziyat borliqqa keldi. Biroq texmo nurg'un yaxshi ishlarni qilishga Oyto'ldining umri yor bermaydi. Uning o'rnini aql farosat, bilim fazilatdan dadasidan qilishmaydigan o'g'li O'gdilmish bosadi. O'gdilmish amaliy ish jarayonida hatto dadasidan o'chiqroq to'kib yaratib, mamlakat texmo gullanadi. Yillar o'tgan sari O'gdilmish mamlakat ishlarini boshqarishda yolg'izlik qilayotganligini sezib, biror yordamchi bo'lganda mamlakat ishlarining texmo obdan bo'lganligini, bir g'orda hamma jihatdan o'zidan ishib tushadigan O'g'dirmish nomli bir zohidning yashaydiganligini Kun Tog'diga aytadi. Kun Tog'di elik u zohidni saroy xizmatiga taklif qilib, maxsus noma bilan O'gdilmishni avatadi. Zohid o'zi kelmay xat avatadi. Bu xat nihoyatda qattiq yozilganligiga qaramay, o'zining ajoyib mazmuni bilan Kun Tog'di elikni ayron qoldiradi. U texmo maftun bo'lib, O'gdilmishni ikkinchi qitim xat bilan avatadi. Bu jarayonda O'gdilmish bilan Zohid, O'g'dirmish orasida qattiq munozaralar bo'ladi. Zohid yana kelmaydi. Kun Tog'di elik hech bo'lmasa didorini bir ko'ray deb O'gdilmishni 3-qitim avatganda Zohid keladi. Kun Tog'diga nurg'un masalalar haqida fikr maslahat va nasihatlarni qiladi. Ammo saroyda qilishni xohlamay, o'z ko'lbisiga qaytib qazo topadi. Zohidning qolgan hossini Kun Tog'di elik evriqni O'gdilmish tavarruk qilib oladi. O'gdilmish yana davlat ishlarini boshqarish bilan mashg'ul bo'lib, butun umrini inson baxtiga sarf qiladi. Qutatxo'bilik yangidan oyga chiqib mengayotgan bir madaniyatning emas, balki qadimgi va yuksak bir milliy madaniyatning bevosita mahsuli.
U adabiy asar bo'lish bilan birga ham tarix, ham falsafa, ham siyosatnoma yoki davlatshunoslik, ham ijtimoiy ta'lim tarbiya va uzoq o'tmish hayot bilan Qaraxoniylar davridagi real hayotni o'zida mujassamlantirgan sistemlik bir ilmiy asar. Shuning uchun u Sharq madaniyatini, Uyg'ur va boshqa turkiy tilda so'zlashadigan xalqlar tarixini, bo'libmi Qaraxoniylar saltanati tarixi bilan Uyg'ur tili va adabiyoti tarixini, qadimgi ajdodlarning falsafa, huquq, etika, ta'lim, tarbiya, diniy e'tiqod, dunyo qarash, urf odatlarini tadqiq qilishda zo'r ilmiy ahamiyatga ega.